Xo'sh, hammaga salom do'stlar, men sizlar bilan men har doimgidek Clever. Bugungi videomizda maqsad 308 обновление chiqqanidan hamma xursand menimcha. Endi bu yoqqa ko'rib chiqamiz, nimalar qo'shilgan, nimalar qo'shilmagan, yangilangan, yaxshimi, yomonmi. Birinchi o'chirda minusini aytib chiqaman. Men bu personajimizni qo'lida orужие nakleykalar bo'ladimi, pes nakleykalar bo'ladimi? Nakleykasi ko'rinmas ekan. Personajimizni xuddi mana shu joydan o'zgartirsak bo'ladi. Afsuski nakleykada bo'ladimi, bo'lmaydimi, baribir bir xil turadi. Faqat orqa tomonni yon tarafini ko'rsatadi. Birinchi o'chirda har doimgi biz yozgan promokod. Promokod yozadigan joyga qaratsanglar, chap tarafda emas, o'ng tarafda savita degan joy turadi. O'sha yerda bosamiz, sekretniy kod bo'ladi. Mana shu yerga endi hozir hamma bildimi, bilmadim, lekin ommalashgan kodni yozamiz. SO2 PRIOUT. Mana. Men bu kodni ishlatganman, shuning uchun sizlarga men bu bo'rili grafikni beradi. Yangi sezonni qarash. Endi ko'ramiz. Rini qayerda deydiganlar, klan qayerda deydiganlar, nastroykada mashinalar birinchi. Nastroykada o'zbek serveri qo'shiladi deganlar hali qo'shilmaydi. Mana ko'rib chiqdik, hammasi oddiy, har doimgidek nastroykaga kelmagan, o'zgarmagan. Faqat chat bu yoqda. Sal chat o'zgaribdi. Kattaroq qo'yibdi chatni. Keyin bu yoqda klan bor, o'rtada klan poyezd klani, keyin klanga kirish bor edi, o'sha olib tashlabdi. Sal mana ikkitadan tepaga qo'shib qo'yibdi, o'rtada turardi. Endi ham kattaroqni qo'yibdi. Endi narsa olmoqchi bo'lsanglar, qaldiga ringga bossak, o'sha bo'ldi. Oddiy narsa, hamma narsa turibdi. Bu yoqda nima o'zgargan? Maytda komanda o'zgargan, faqat kattalashtirib qo'yilgan va orqada bo'ri rasmi turadi. Har sezon narsasi. Shtura покупок продаж o'sha zaпрос o'sha. Hozir trade bo'lyapti. Rahmat bermaysizlar. Bu yoqda xuddi o'sha narsalar, faqat sal albatta yangi case yoki narsalar olsanglar, neft bo'lib turadi. O'sha neftni yo'qotish uchun tepada neft qo'yib belgilayman. Mana tepada turibdi. Filtr, predmet, o'sha hammasi bir xil va o'sha turibdi. Bu yoqda o'zgaradigan narsa yo'q. Druziya qo'yish uchun boshqa qilib o'tiramiz. Klaviaturada o'zi turadi. Mana druziya o'tirib, mana druziya bossak, ID kerak bo'ladi. Boshqa hech narsa kerak emas. Endi past ko'rib chiqamiz. Pastda har doimgidek pechatga bokslar, stiker paklar. Bu yoqda zadaniya bor. Screenshot qilib, bemalol upload qilib qo'ysalar bo'ladi o'zbek tiliga. Ruscha bilmaydiganlar. Выбор karta rejimida har doimgidek союзники, duel, соревновательный, komandный bo'y deganlar bor. Uning uchun kartalar, eski kartalarni qo'shib qo'yibdi komandный bo'yiga. Mana eski o'tib ketgan sezon kartalarini qo'shib qo'yibdi. Bu yaxshi o'ylabdi. Endi другие bo'lsak, turnirlar, lobbilar, triumf qiladigan xonalar. Buni bo'lsak, o'sha o'zdan-o'zi lobbi bo'lsa, bunday qilsak lobbi ochiladi. Bu yoqda bundoq chiqib ketsak bo'ladi. Mana tagidagi hamma narsani o'zi bilsak kerak. Endi personaj qanaqa qilib o'zgartiramiz deganlar boshida ko'rgan bo'lsanglar, ko'rdik. Mana autor kompyuterga bosamiz. Bu yerda statistika hammasi turibdi. Соревновательный, союзники, duel, победа, поражение, убийство, смерть hammasi turibdi. O'lganlar, o'ldirganlar. Оружиеda nechta kill qilganman, mana hammasi ko'rinib turibdi. Qancha kallaga teggan, qancha so'ndirganman, hammasi turibdi. Bu yerda istoriya matchi ko'rinib turibdi, hammasini yutkazganman, tamom. Endi bu yerda personaj ko'rsaman. Pechatga almashtirsa bo'ladi, lekin mana pechat yo'q, hammamiz bilamiz. Bu qimmat narsa bo'ladi. Mana bu yoqdan bu yoqqa, ikkalasini o'zgartirsak, personaj o'zgaradi. Bu yoqda personaj qo'liga qaysi olib ushlatib qo'yishimizni o'zimiz qilamiz. Mana masalan hozir terror qo'yamiz, ko'rishib qo'yamiz. Yomon tarafi nakleykali bo'ladi, marfiz yo'qmi? Tabi nakleykasi ko'rmaydi. O'sha taraf minus ekan. Endi nik o'zgartiramiz sizlar, nikka bu yoqdan bu yoqqa o'zgartirasizlar. ID kopirovat qilasizlar. Bo'ldi. Medallarga o'tsak, medallarga har doimgidek birinchi o'rin tepada, qolgan to'rttasi pastda bo'ladi. Avatar ramka hammasi turibdi. Ramkadan, avatardan bir narsa qo'shilibdi. Qozog'iston bilan qaysi ish qo'shilibdi. O'tiribmiz. Bir yil o'tib ketamiz. Mana shu ikkitasi qo'shilibdi.
Avval boshqa hech narsa qo'shilmagan degan umiddaman. Keyin bu yoqda bunt qo'shilibdi. O'ynab ko'rganim yo'q, bilmadim. O'ynab ko'rish kerak. Keyin yangi karta qo'shilgan. Bu yangi kartani hali keyingi videolarga chek qilib, tutorial qilib ko'rsataman. Nima xayr.